Mana yana bitta ko'lga o'tib, endi hozir yurishni boshlayapti. Shunaqa bir boshqacha antikvarniy ekan bu kemamiz. Mana tog'a hozir bizga shu ko'llar farqini aytib beradi. Suv chachiramidi? Buna tarix boshlandi. Ha, boshlang. Sizlar hozir Qurbanqul o'tib keldingizlar. Ha. Qurbanqul deshning ma'nosi bundan 300 yil burun 1700-yillarda Qurbanqul ko'l yo'q bo'lgan ekan. Prosta say bo'lgan ekan, say. Soy. Ha, ana daryo turgan ekan. Allah'ın buyruğu bilen bir gün yer titreydi ekan, zilzala oldu ekan. Zilzala deydi o'zi. Zilzila. Zilzala bo'ldi, onun oyağı kichkina mahalla başlarida qolib ketdi ekan. Ana, aytdim-ku men. Buna sizlar hozir haqisida kirib ko'rdingizlar. Oyog'idan tosh qulagan, bu yoqdan tosh qulagan. O'sha mahalla qolib ketdi, qurbonlik bo'lgan uchun Qurbanqul deydilar. Qurbanqulning suvi dekabrda og'ib chiqdi. Qishda suv bo'lmaydi. Qolmaydimi suv? Ha. Yilda bu qadim zamonlar shunday. Anam quloq bo'lib chiqdi kuzda. Anam maydan oyog'i iyunning boshida suv to'ladi. Hozir qatras suv to'lib o'tadi. Qarni nesevdan to'ladi. Qar ko'p bo'lsa tez to'ladi. Qar oz bo'lsa sekinroq to'ladi. Bu ko'lning adı Ko'k ko'l. Bu ko'k ko'l. Ikkinchi adı Ko'k Aydın ko'l. Ko'k Aydın ko'l. Aydın ko'l desangiz ham bo'ladi, Ko'k ko'l desangiz ham bo'ladi. Ko'k Aydın ko'l desangiz ham bo'ladi. Bu ko'lning suvi og'ib chiqib ketadi, qishda azayadi. Azayib, usti muz bo'lib qoladi qishda. Muz bo'lib qoladi. Ha, muz bo'lib qoladi. Bu yil 1-yanvardan 15-fevralgacha zinger turizm oldu. 45 gün kanat işlep durdu. Andijon, Qo'qon, Farg'ona yaslab chiqib, muz terib qazaqmiz. Sizlar hozir dengiz dengizida 2200 metr balandlikda turadi. Misol uchun Dengiz sathidan. Farg'ona где-то 400-500 metrlar. Sizlar hozir 2200 metr balandlikda turibsiz. Nat urindan mo'ra. O'tishingda dedi. Dengiz dengiz. Dengiz sathidan 2,5 metr balandlikda. 2,5 emas, 2200. 2200 ha. Ana hozir sizlar turgan joyda meditsinada mikroklimat deydi. Shunga ko'ngil buringizlar. Mikroklimat degani uni tog'ning ichida turamiz. O'ng tomonimiz Qurbanqul, chap tomonimiz Ko'k ko'l, Aydın ko'l, o'rtada katta daryo ham suv ko'p ozon bo'lib chiqadi. Ozon degani kislorodning eng boyi. O'shaning uchun bu yerga havosi tozaning toza havosi. Чистейший озонируемый воздух to'g'risi. O'shaning uchun bu yerga kelgan havosini juda maza qiladi. Bu yoqda vrachlar bronxit, bronxialniy astma, astmatiki, allergiyasi borlarni jo'natib turishdi. Просто havosini jutib kechgacha yurib keldi. Shahbardandan jo'natib sabablardan. Kelishib, sizlar qarajatni shundan so'rni olsan, ovqatni qilib, kechga jatib maza qilib dam olib ketishdi. Allohning bergan deyishdan bir burchi desak bo'ladi. Allohga shukr. Jonivorlar ayiqdan boshqasi hammasi bor. Kiyik ko'p. Kiyik ko'p deyapti. Yildiz bor, fars bor. Bo'ri bor, qo'yon hammasi bor. Bo'ri, tulki, quyon hamma yo'q bor. Yana ortiqchiligi otalar. G'uluni bilasizlar, g'ulu, induk. O'sha g'uluning chapayisini ular deydi. Mana shu tog'da ular tog'da, ular ko'p, ular. O qorozday bo'ladi, kattaligi. Aman yursa ekanmi? Odamlar tutib yeydimi, o'sha indikdi deyapti. G'ulini aytyapti. G'ulini
Odamlar ushlab yesa bo'ladimi deyapti. Ovqatladi. Ov qiladimi? Tushunmadim so'zingizni. Gulini otib yeslashyapti. Onu içine dep koy. Bak. Özü kıldarı olur. Şunu taşlayın. Taşlap durup ana şunu bana pake onunu koyup koyup da onu cep düşüp koyalım. Onu tirik karmaşar. Tirik karmam satışar. O da kıymat bulur. Ha. Bakasın. Keklikten 4-5 ise kıymat bulur. Kek aydın köylülerken.